Toshkentda kuchli shamol daraxtlarni qulatmoqda. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ogohlantirish bilan chiqdi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. 29-aprel kuni Toshkent shahrining Mirobod tumanida kuchli shamol oqibatida avtomobillar ustiga daraxt qulab tushgan. Bu haqda Mirobod tumani hokimligi ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, daraxt qulashi oqibatida insonlarga shikast yetmagan. 2 ta Cobalt rusumli avtomobilga zarar yetgan. Ma'lum qilinishicha, hozirda hodisa joyida tuman obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari talafotni bartaraf etish ishlarini olib bormoqda. Noqulay ob-havo sharoitida avtotransport vositalarini daraxtlar tagida qoldirmasligingizni, o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qilishingizni so'raymiz, deyiladi hokimlik xabarida. Qolaversa, Favqulodda vaziyatlar vazirligi ham kuchli shamol bo'lishi haqida ogohlantirgan edi. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.